okean ustidan o'tadigan kabinalar bahaybat akvapark bilan ham bog'lar ekan. Mazkur kanal butun akvapark bo'ylab sizni ushbu ballonchalarda aylantirib yurishi mumkin. Bunday dekoratsiyalar telefoningizni kamerasini yoqishga majbur qiladi. Bolalar uchun har xil tramplinli basseynlar ham mavjud. 80 metrlik balandlikka ega ushbu attraksion butun akvaparkni kaftingizda namoyon qiladi. Mo'jizalar mamlakatiga aylantirilayotgan ushbu orolchani 2027-yilda topshirilishi rejalashtirilmoqda ekan. Daraxtdagi tropik mevalar, dekoratsiyalar hamda esdaliklarni ko'rib, o'zingiz uchun butunlay boshqacha olamni kashf qilasiz. Mana endi Ummon uzra parvoz qiladigan kabinalar tomon yo'l oldik. Bu yerda kislorodga to'yingan yashil tabiat o'sha mashhur Gollivud kinolarini eslatadi. Mazkur orolchada haqiqiy marjonlar yetishtirilar ekan. Mazkur manzilda uylar orasida transport uchun umuman yo'l yo'q. Aholi o'ta qashshoq, baliqchilik bilan tirikchilik o'tkazishar ekan. Bittagina devor va endi elit qatlami boshlanadi. Mana shu yerdan avtobus orqali mehmonxonamizga yo'l oldik. Keyingi videoda Fukok orolidagi o'zbekcha tamaddixonasi haqidagi taassurotlarim bilan bahslashaman.